Biz o'tgan darsda Aleksandr Sergeyevich Pushkin ijodi, uning bolalar adabiyoti uchun yaratgan asarlari haqida gaplashib, tahlil qilib, uyga vazifa o'qishga bergandim, to'g'rimi? Kim qaysi asarni o'qidi? Eshitaman. Boya kimdir o'qidik ustoz deyishyotgandiku. Ovozim eshitilyaptimi, hurmatli talabalar? Eshitilyapti. Ha, domla, Qani, eshitilyapti. Pushkinni qaysi asarlarini o'qidinglar? 4 ta asari uyga vazifa qilib berildi. O'qimadingizmi? Assalomu alaykum domla. O'qidik. Oltin baliqcha, Ha. keyin Shoh Sulton haqida ertak, keyin pop uning xizmatkori Balda haqida ertagi. O'qidingizmi shu asarlarni? Ha, o'qidik. Qani? Qaysi birini qisqacha mazmuni va uning tarbiyaviy ahamiyatini tushuntirasiz? Oltin balig'i gapirib bersam maylimi domla? Oltin baliqni qisqacha faqat tarbiyaviy ahamiyatini gapiring yetadi. Tarbiyaviy ahamiyati choli oqko'ngilligi, mehnatkashligi, boriga qanoat qilib sabr qiladigan chol bo'lgani, uni kampiri esa ochko'z. Chol kerak bo'lsa oltin baliq uni tilaklarini amalga oshirganda cholini odam o'rnida ko'rmasdan uni otboqarga tenglashtirgani, boriga shukur qilmaydigan yomon rolda gavdalangan. Obraz, obraz. Obrazida. Bu yerda shoirimiz asosan ertaklarda rus xalqini qisman hayoti, ularni boylari va kambag'allarini bir-biriga bo'lgan munosabatlarini ham mana shu ertaklarda ozgina yoritganam deb o'ylayman. Bundan tashqari ko'p yana asarlari bor. O'lik malika va 7 bahodir haqida ertagi, oltin xo'roz haqidagi ertak va eng yoqqani shoirimiz sevgi haqida ko'p she'rlar yozgan ekan. U yerda agar seni aldasa hayot degan kichkinagina she'ri bor ekan, maylimi buni aytib bersam? Mayli. Agar seni aldasa hayot, sen noumid bo'lma hech qachon. G'amli kunga qilgin itoat, xushnud kunlar keladi ishon. Qalb kelajak ishqila yashar, bu kunimiz qayg'u va dog'li. Bari oniy o'tishga shoshar, o'tgan esa hamisha totli. Bu yerda shoirimiz har bitta o'tgan kunimiz g'animatligini, o'tib ketgan kunlarimiz esa shirin va totli bo'lganligini ham aytib o'tyapti she'rda. Yaxshi, barakalla. Endi bu she'rni bolalarga tavsiya qilsak bo'ladimi? Bolalar adabiyotiga to'g'ri keladimi? Yo'q, ko'p she'rlari kattalarga ekan. Keyin bu shoirimizni bugungi kunga kelib butun dunyo bo'ylab dunyoda 50 dan ortiq mamlakatlarda haykallari ham o'rnatilgan ekan. Judayam nima deydi? Dunyoga mashhur. Dunyoga mashhur shoir bo'lgan ekan. Xuddi shunday rus adabiyotini, rus tilining asoschisi degandek va shu bilan birgalikda xalq og'zaki ijodi ta'sirida judayam chiroyli she'riy ertaklar yaratgan. Ulardan biri baliqchi va oltin baliq haqidagi ertakni hozir tarbiyaviy ahamiyatini tushuntirdingiz. Bolajonlar bu asardan o'sha cholni o'rniga o'zini qo'yib ko'rib, kampirni o'rniga o'zini qo'yib ko'rib,
Agar savol berib ko'rdingizmi? Man topshiriq bergandim, bolajonlar bilan birgalikda tahlil qilib ko'ring. So'rang ulardan. Agar sen cholning o'rnida bo'lsang, nima so'ragan bo'larding? 3 marta tilaging bor desa. Va nima uchun so'ragan bo'larding degan savollarni berib savol javob qilib ko'rdingizmi? Men 6 yoshli o'g'limga aytib ko'rdim. Birinchi unaqa gapiradigan baliq bo'lmaydi-ku, ona dedi. Agar bo'lib qolsa-chi, shu ertaga yaxshi ko'rardi, lekin bolalarni ko'paytib berardim. Bo'lib qolsa-chi desa, hech narsa so'ramasdan suvga qo'yaverardim, bo'lmasa o'lib qolardi dedi. Hech narsa so'ramaskanmi? Hech narsa so'ramas ekan, qo'yaverar ekan. Agar man borib so'ra, Agar o'zim bo'lganimda men ko'p narsa so'rardim dedim o'zim ichimda. keyin aytmadingizmi? Men majburlasam, bor. Nima deydi? Nodon, devona chol. Bor, so'rab kel deb har safar kampir jo'natadi. O'shanday qilib men jo'natsamchi, nima so'ragan bo'larding deb so'ramadingizmi? Yo'q, unaqa demadim. Yaxshi. Shohsalton haqidagi ertakni tarbiyaviy ahamiyati haqida ham gapirib bering. Negadir dars boshida juda ham ko'p talabalar kirardi, juda xursand bo'lardim. Kundan kunga kamayib ketyapsiz, baraka uchib. Buni sababini bilmayapman lekin. Ayb sendami, ayb Topshiriqlar berilgan odamlar hozir topshiriqlar bilan hamma banddir. Ish Yaxshi. Shohsalton haqida kim gapiradi? Shohsalton bir qizni yaxshi ko'rib qolgan, unga uylanib, uning shohning opalari yolg'on ishlatib, ana shu ertaga domla Shohsalton yolg'on ishlatib, keyin maktub yozadigan, uni maktubini o'zgartiradi-ku, javob maktubini nimanidir o'zgartirib, Maktublarini opalari o'zgartiradi. farzandi bilan nima qilib, Yo, o'g'il tug'di demaydi, anaqa tug'di deydi. Yo'q, Qumursqa. maxluq, qandaydir maxluq Bir badbashara tug'di deb, maxluq tug'di deydi. badbashara maxluq tug'di deb xabar berib, keyin javob maktubini o'zgartib, keyin uni qatl qilishini aytadimi? Qatl, To'g'ri. adashmasam qatl qilishini aytardi. Keyin shoh qaytib kelib, u yolg'onligini bilib, anglab yetgancha Ancha vaqt o'tadi va bu ancha vaqt o'tib, u yigit katta yigit o'g'lon bo'lib turib, boshqa shahardan otasini o'ziga e'tiborini qaratish uchun har xil sovg'a salomlar jo'natadi. Keyin tilla yong'oq chaqadigan olmaxon olib kelib qo'yadi. har Nima? safar otasini e'tiborini tortadi. E'tiborni tortadigan narsalar qiladi. Kelsin otam bizni yonimizga deb juda ham otasini ko'p sog'inganda shunaqa ishlar qiladi. Va Lekin ota bunga va ham- farzand munosabatini bolajonlarga mana shu joyda ham tushuntirsak bo'ladi. Doim u otasini diydori uchun harakat qiladi. Ming otasi undan kechgan bo'lsa-da, kechgan bo'lsa ham, uni Lekin- o'limga mahkum domla qilgan bo'lsa-da. bu yerda lekin onani tarbiyasi ham yaxshi bo'libdi. Yaxshi tarbiya bergani uchun farzandiga yaxshi ota haqida uni nimasini, ko'rinishini, uni tasavvurini yaxshi tarafga gapirib, har doim nima qilgani uchun otaga mehrli bo'lib, ko'rmasa ham shu darajada yaxshi ko'rishini nima qilib o'sadi-da u bola, farzandi. Barakalla, juda yaxshi. Va Pushkinni yana qaysi ertaklarini o'qidinglar? Pop va uning xizmatkori Balda haqida ertakda o'qidinglarmi? O'lik malika va yetti bahodir. Oltin xo'roz. Boya xizmatkor Baldani o'qidim domla. Bunda boy bozorga borib, ishga chaqqon, ish qiladigan xizmatkor qidiradi. U o'sha Balda bo'ladi. Hamma ishni eplab, faqat ovqatni ko'p yeydiganmi, shunaqa oxirigacha o'qimadim-da, yakunlamadim. Mehnatkash bo'lar ekan.
Yaxshi. Bu ertaklarni o'qib oxirigacha bolajonlar bilan birga tahlil qilishingizni so'rayman. Bugun yana rus adabiyotidan ikkita yirik bolalar adiblari haqiqiy boya o'tgan darsda gaplashganimiz Pushkin haqida. Asosan Pushkin kattalar ijodkori, o'sha boya qaysidir qizimiz judayam chiroyli qilib she'rini o'qib berdilar. Kattalar ijodkori she'rlar, dostonlar, roman yaratgan. Lekin bolalar uchun mana shu 4-5 ertagi haqida gaplashdik. Bugun faqat bolalar adabiyoti bilan shug'ullangan ikkita ijodkor haqida gaplashamiz. Ulardan biri Korney Chukovskiy, ikkinchisi esa Samuel Marshak hisoblanadi. Rus adiblari bu ikki do'st, ikkita og'a-ini, ham ikki ijodkor, o'z davrining eng go'zal bolalar ijodkori hisoblangan, hamon ular asari sevib o'qiladi. Korney Chukovskiy haqida uning "Yuvin dumbog'im", "Doktor Aybolit", "Voy jonim", "Jo'ja" asarlarini ifodali o'qib, tahlil qilishga harakat qilamiz. Samuel Marshakning "12 oy" va "Ahmoq sichqoncha" ertagini tahlil qilishga harakat qilamiz bugun sizlar bilan. Vaqtimiz yetguniga qadar. Korney Chukovskiy 1882-yilda tavallud topgan, Rossiyada tavallud topgan. U judayam oilada otasi o'sha noqonuniy tug'ilgan farzand bo'lganligi uchun undan kechib ketadi va u maktabga o'qishga borganida hech bir maktabga uzoq o'qiy olmaydi, sig'maydi. Ishonasizmi yo'qmi, mana shu eng go'zal asarlar yoza olgan ijodkor o'qimagan ekan va u o'z davrida eng kuchli adib ham eng kuchli tahlilchi, kritik bo'lgan, ya'ni asarlarni badiiy tahlil qilish qobiliyati kuchli bo'lgan. O'sha uchun u juda ham ko'p maqolalar yozgan. Chukovskiyning oilasi Peterburgda Chukovskiy tavallud topadi va uning oilasi keyinchalik Odessa degan shaharga ko'chib o'tadi. Bu yerda ona va o'g'il ko'p qiyinchiliklar ko'radi. Ona o'g'lini gimnaziyaga joylaydi va gimnaziyada ham uzoq o'qiy olmaydi. Chunki oshxona xizmatchisi bo'lgan uchun onasi uni hamma ustidan kulib, kalaka qilib, gimnaziyadan haydaladi va tirikchilik uchun juda ham ko'p mashaqqatlar chekadi, ko'proq ish qiladi, turli ishlar bilan mashg'ul bo'ladi. Va o'zini bo'sh vaqtlarida lekin Pushkinning, Nekrasovning, Chexovning asarlarini o'qib, o'rganib, mustaqil o'zi ilm olishga harakat qiladi. Chukovskiy "San'at nima?" degan birinchi maqolasi bilan ko'pchilikni e'tiboriga tushadi. Bu maqola 1901-yilda Odesskiy Novosti gazetasida nashr etiladi. Bunda o'sha aytganimizdek turli xil asarlarni, turli xil rasmlarni tahlil qilib, ijodkor tanqidiy tahlil qilib maqolalar yozadi. Va mana shu maqolalarida o'sha asarni mazmun mohiyatini ochib berishga harakat qiladi. Va 1903-yilda uni muxbir sifatida Angliyaning London shahriga jo'natishadi. Va u yerda biroz vaqt ishlagandan so'ng o'sha gazeta unga haq to'lay olmagandan keyin u o'sha Londonda o'zini tirikchiligini o'tkazishga harakat qiladi va Britaniyaning mashhur muzeylaridan biriga ishga kiradi va tunu kun o'sha yerda umrini o'tkazadi. Ham pul topadi, ham juda ko'p kitob o'qib, ilm o'rganadi. 1905-yilda esa Chukovskiy Odessaga yana o'zini tug'ilib o'sgan joyiga, ulg'aygan joyiga qaytadi va Signal degan gazeta ochadi, jurnal ochadi. Va bu jurnalda juda ham ko'p maqolalar, asarlar va yangiliklar berib turadi. Jurnalda Chor hukumati, o'sha payti bilasiz, Chor Rossiyasini siyosatini eng o'tkir
ashaddiy bo'lgan davrlar edi. Siyosatga qarshi materiallar bosilgani uchun uni sud ham qilishadi. Xullas, boshidan anchagina qiyinchiliklar o'tadi. Shunga qaramasdan u adabiyotni ham adabiyotshunos, ham filolog sifatida, ham yozuvchi, ijodkor sifatida, ham tarjimon sifatida davom ettiradi. U 1907-yilda Bolalar tili degan asar yozadi. Bu bolani tili mana ayni siz bog'cha yoshidagi bolajonlarga juda mos. Bolani tili necha yoshida chiqadi, qanday chiqadi, birinchi qanday so'zlarni ishlatadi, normal holatda. Keyin nechtagacha so'z bilish kerak, bolani nutqi qanday rivojlanadi, tili qanday rivojlanadi, mana shu haqida u o'z fikr qarashlarini mana shu asarida yozib qoldiradi. Chukovskiyni dunyoga mashhur qilgan asarlaridan biri bu Timsoh, krokodil asari hisoblanadi. Va undan so'ng Archa, Moydodir. Moydodir degan ertakda multfilmini ko'rgansiz, ha? Ko'rganmisiz? Tarakanchik degan Suvarakxon degan asari ham bor. Mana kimdirlar eshityaptimi? Eshityapmiz. Bugun Zoom'imiz o'zgacha holatda, rosta har doim sizni kuzatib turish imkoniyatim bor edi. Hozir yo Zoom o'chib qolyapti yoki slaydim o'chib qolyapti. Endi shunga ko'nishga majburmiz. O'sha uchun ha deb gapirib turing, ovozingizni eshitib turay. Va u Suvarakxon, Moydodir, ya'ni yuvim do'mbog'im, o'zbekchada buni yuvim do'mbog'im deb tarjima qilishgan asarlarini yozadi. Asosan bolalarda e'tibor bersangiz, o'sha 20-asr boshlari, 19-asr oxirlari, 20-asr boshlarida industriya, texnika rivojlanib boshlagan davr. Hozirgi kunda qanday texnikalar rivojlanyapti? Bolalar nutqida qanday so'zlarni ko'proq eshitasiz? Nafaqat bolalar, kattalar hayotida ham yangiliklar. Nima bo'lyapti hozir? Kim aytadi? Xo'sh, Sami va Maftuna, siz ayting qani? Mikrofoningiz yoniq ekan. Bolalar Yangiliklar hayotidan hozir, texnika hozir yangi kirib kelgan. Nafaqat bolalar, bizning ham hayotimizda muhim hisoblanadi. Misol uchun, internetmi domla? internet, masalan, domla endi internet so'zi bog'chalar 20-30 yildan beri. Bog'chalarda, maktablarda hozir bir 2 yil, 3 yildan beri yo'lga qo'yildi. Nima, doska Elektron berildi. Elektroniy doska berildi. Maktablarda, masalan, boshlang'ichlarda oldinlari yo'q edi, hozir boshlang'ichlarga ham berildi. Bog'chalarga ham berilyapti. Keyin planshetlar berildi, o'shalardan yo'qlama qilinyapti. Masalan, xodimlar ham, bolajonlar ham, o'zimiz ham. Endi yana qanday yangiliklar kirib keldi? Ayniqsa siz talabalar juda yaxshi bilasiz. Qiyqiriq oxirgi so'nggi modalarni yaxshi bilasiz-ku. Modada nima hozir eng ko'p ishlatiladigan? Bizning dastyorimizga ham aylanib qoldi. Ko'pchilikning do'sti ham, sirdoshi ham Wi-Fi-mi? sun'iy Internet intellekt bo'lgan, ChatGPT, sun'iy intellekt. To'g'rimi? Ko'pchilik hozirgi kunda taqdimotni ham Gamma app shunaqa sun'iy intellektda bajarib qo'ya qolyapti. Kimdir yolg'iz bo'lsa sun'iy intellekt bilan gaplashib qo'ya qolyapti. Qandaydir oldin Googledan so'raladigan ma'lumotlarni barchasini sun'iy intellekt yordamida. Rasmlar ham, IT shakllarini ham anchagina ishini olib qo'ydi. Sun'iy intellekt rasm yaratadi, video yaratadi, barcha ishga qodir bo'lyapti. Robotlar bundan bir necha yil oldin juda ham hammani e'tiboriga tushgan edi. Xuddi shunday hozirgi kunda sun'iy intellekt, internet yoki texnika rivojlanayotgan bo'lsa, o'sha davrda endigina tramvaylar, poyezdlar, telefon ixtiro qilingan paytlar bo'lgan va asosan Korney Chukovskiyning va Samuel Marshaklarning asarlarida mana shu jihozlar bilan tanishtiruvlar bor-da. Jihozlar haqida ham ma'lumot bor. Va yana bir o'ziga xosligi shundaki, Chukovskiy va Samuel Marshak ijodining bosh qahramonlari hayvonlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, Pushkinda insonlar edi.
insonlar edi. Ha. Endi to'g'ri oltin baliq, sehrli jonivorlar ham bor edi, lekin asosan insonlar bosh qahramon edi. Endi Chukovskiy va Samuel Mashakning ertaklari aynan bog'cha bolajonlari uchun, chunki ularni hayvonlar bilan tanishtirish, hayvonlar dunyosi bilan bog'langan asarlar juda yam ko'p. Misol uchun, Suvarakxon, mana Suvarak rosa maqtanadi, hammani qo'rqitadi, lekin oxirida arzimagan bir qushga yem bo'ladi. Kichkina pashsha xarxasha, ko'rdingizmi? Telefon mana, o'g'irlangan quyosh, doktor voyjonim. Doktor voyjonimni o'qiganmisiz yoki multfilmini ko'rganmisiz? Doktor Aybalit. Eshitganmisiz? Ko'rganmiz domla, ko'rganmiz. Nima bo'ladi Gulesal opa? Nima bo'lardi? Eshitaman domla Labi. Nima bo'lardi doktor Aybalitda? Bir doktor hamma hayvonlarni o'rmonga tushib olib davolaydi. Esingizda bo'lsa, balkim bizning ijodkorlarimiz Anvar Obidjon ham mana shu Korney Chukovskiy, Samuel Marshaklardan ilhomlangan bo'lsalar kerak. O'rmondagi tabib haqidagi ertakni o'tgan darslarda o'qigandik. Xuddi shunday bunda haqiqiy odam tabib bo'ladi va har xil hayvonlarni kasaliga davo topadi. Va kirpilar kuladi kabi bir-biridan qiziqarli asosiy qahramonlari hasharotlar, hayvonlar bo'lgan asarlar yaratadi. Moydodir, ya'ni Yuvim dumbog'im she'riy ertagi. She'r aslida asosan bolajonlarni gigiyenaga rioya qilishi. Bog'chada bolajonlar qo'lingizni yuving, toza turing, tishingizni yuving, yuzingizni yuving, har safar ovqat yeyishdan oldin yo ovqatdan keyin qo'lingizni yuving degan tanbehlarni ko'p aytasiz, to'g'rimi? Lekin mana shu tozalikka rioya qilishga o'rgatadigan fikringizni Chukovskiyning Moydodir she'ri bilan tushuntirsangiz, bolajonlar xotirasida tez muhrlanadi va obrazli fikr bo'lganligi uchun tez eslarida qoladi, amal qilishadi. Keling, mana shu Moydodir ertagini hozir she'rini sizga qo'yib beraman. Harakat qilaman, chunki bugun internetimiz o'zgacha, Zoom'imiz o'zgacha ishlayapti. Ko'z tegmasin. Qani? Xo'sh, boshqa narsa bo'lib qoldi-a? Ha, domla. Boshqa narsa chiqdi. Ekran Zoom hozir Zoom chiqqan bo'lsa, u ham chiqib qoladi. Mana bu Bo'ldi, multfilm ko'rgansizlar, bolaligimizda ko'p ko'rganmiz. Mana shuni ertagini eshiting. Barbod etdi. Turmayin tek qurbaqadek yostig'im sakrab ketdi. Qo'l uzatsam shamga endi u pechkaga yashirindi. Yaqin borsam irg'ib kitob, karavotga qochdi shitob. Choy ichkim kelib tursam, samovarga yugursam, u baqaloq mendan afti o'tdan qochganday chopdi. Nima bo'ldi? Ne gap rosti? Hamma narsa ostin ustun bir aylanar, gir aylanar, g'ildirakdek zir aylanar. Tomsa ham chopar tetik, ortidan dazmol, kosov, belboqqa bo'lmas edi. Hamma narsa o'mbaloq, tinmay qo'shar do'mbaloq. Oyim yotgan uydan shu choq, qo'l yuvgich qing'ir oyoq. Chopib chiqib darak va der boshim qilib sarak. Senimi irkit yaramak, bet yuvmagan cho'chqacha. Mo'rg'onchidek aft angor, iz kirmas qachongacha. Bir qaragin o'zingga, bo'yin boshing qaqoch yasmoq, burning osti qurum qasmoq. Shu ham qo'lmi uyatku, tashlab ketdi shiming hatto. Shiming hatto, qochdi kirmay so'zingga. Bilsang har kun ertalab, sichqon mushuk erkalab, o'rgimchak, qo'ng'iz va g'oz yuvinishar ro'y rost. Yuvinmading sen faqat, kirchirlaring qatma-qat. Mog'or uchun boshbog'ing, qochdi paypoq boshmog'ing. Menchi ulkan qo'l yuvgich, o'sha mashhur Mo'ydodirman. Qo'l yuvgichlar boshlig'i, machalkalar komandiri. Eshitdingizmi? Ha, domla eshitdik.
Yoqdimi? Esingizga keldimi? Bu Kir tartibsiz bola haqida. kir tartibsiz bolani oldiga o'sha qo'l yugi chiqib keladida, Mo'ydodир degan ismli va u nima qiladi? Bolajonni tarbiyalashga harakat qiladi, toza yurish kerakligini uqtiradi va shu orqali bolalarni tozalikka, gigiyenaga o'rgatadigan, erkak bo'lib yurmaslik, ayniqsa o'g'il bolalarimiz ayniqsa sochlarini taramasdan, qo'llarini yuvmasdan shosha pisha ovqatga yopishishadi. Ana shunday paytda bolajonlarga to'g'ri tarbiya berishda mana shu she'rdan foydalanilar ekan. Bu she'rni tarjima qilishga albatta rus tilida judayam ohangdor. Chukovskiy va Marshak ning o'ziga xosligi shundan iboratki, ularning she'rlari o'ynoqi, tilda dumalab tushadiki, bolajonlar bittada eslarida qoladi, bittada e'tiborlarini, qiziqishlarini tortadigan asar. Suvarakxon haqida mana Suvarakxon boya aytganimdek suvarak nimaligini bilasiz. Bizda tarakan deydi. Tarakanni uni o'ziga katta baho berishi, dovyurakligi, barcha narsani qo'rqitishga harakat qiladi. Sho'rlik, baxtsiz hayvonlar bo'kirib, dodlab yig'lar. Har bir uyada, g'oru qiyada ochko'z yovga tiz cho'kar. Lekin bittagina chumchuq o'rmonda uni lip etib bir cho'qib yeb qo'yadi. Bu So'rakxon haqidagi asar ham bolajonlarni ham qiziqtiradi, ham hayvonlar bilan tanishtiradi, hayvonlarni tanovul qiladigan asarlar nima deydi? Ovqatlari bilan ham, yemishlari bilan ham tanishtiradi. Mana doktor Aybalit, doktor Voyjonim. Doktor Voyjonim bir kuni Afrikadagi Limpopo daryosi bo'yida hayvonlarni davolashga kirishadi. Barcha har xil hayvonlar undan yordam so'rashadi. Voy jonim, doktor, ana soyadan topgan pana. Kim o'qiydi? Mana shu ertakni tezroq o'qib olaylik. Rollarga kirishib, yordamga kim keladi? Domla. Gulasal opa keldilar yordamga. Qani? Hmm. Ekran ko'rinyaptimi? Chal, ana endi ko'rindi. Bir ko'rinib, bir ko'rinmay mana shunaqa bo'lyapti. Menda rosa qiynalyapman hozir. Bo'ldi endi. Xo'p. Qani? Voy jonim, doktor ana soyadan topgan pana. Shoshilgandir u tomon, shoshilinglar u tomon, davolanishga shu on. Sigiroy va bo'rixon, qo'ng'izcha-yu chuvalchang va ayiqvoy jigarrang hammaga topar davo. Doktor, voy jonim bobo. Tulkicha keldi doktor tomon. Ari meni chaqdi juda yomon. Olapar keldi deya. Vov. Burnimni chaqdi tovuq voy. Quyonxon qiladi ko'p faryod. Yordam ber, voy jonim, voy dod. Bolamni bosibdi tramvay. Oh, bolam, endi men na qilay. Quyonchamni bosibdi-ya tramvay. Voy jonim, yordam ber, o'tinay. U yo'ldan yugurib o'tganda, to'satdan tramvay kelganda. Oyog'ini bosibdi shu choq, bolam endi bemor va oqsoq. Quyoncham, oh, chidayman qandoq, voy jonim der. Bu kulfat emas, quyonchani menga bersang bas. Tikaman unga yangi oyoq, chopqillab ketadi shu choq. Bemor keltiradi shu on, u kasal, u oqsoq nogiron. Oyoqni tikdi-yu shifokor, sakrab ketdi shu zahot bemor. Menimcha oxir bolajoni bilan yonma-yon raqsga tushib ketdi Quyonxon. Quyonxon kuladi, ko'p xursand. Voy jonim, sizga katta rahmat. Chiyaburi shu payt qaydanda birdan kelib qoldi Baytalda. Der, gipopotamdan bor sizga telegramma tezroq. Doktorjon, Afrikaga tezroq keling. Bolalarimizga zudlik bilan yordam bering. Nima bo'ldi? Bu ne hol? Nahot bolalar bemor? Ha, ularda angina, qizilcha, ishketarina.
bo'g'ma va appenditsit, bezgak hamda bronxit kasalliklar g'ij g'ij muammo. Keling voyjonim bobo, mayli yuguray va yordamga ulguray. Siz yashaysiz qayoqda, tog'dami yo botqoqda? Biz yashaymiz Zanzibarda, Kalahariya va Saharada. Tog'imiz nomi Fernando Po. U yerda yuradi Gippopo. Sayr ko'chasi Limpopo. Zo'r, a? O'qing. Voyjonim o'rnida qo'zg'alar. Kim o'qiyapti? Sizda? Ha, mayli. Yana ko'rinmayapti. Bugun ko'rinmayapti? Qotib Yarim. qoldi. Endichi. Ha, endi bo'ldi. Voyjonim o'rnidan qo'zg'alar, yugurib u borar. Yaylovdan yuradi, o'rmondan, boradi u dala tomondan. Bir so'zni ta'kidlar voyjonim bobo, lippopo, lippopo, lippopo. Yuziga urilar do'l, shamol va qor, voyjonim ortingga qayta qol. Voyjonim yiqildi, tura olmadi, yurishga aslo holim qolmadi. Archaning tagidan bir zumda paxmoq bo'rilar chiqar shunda. Ustimizga chiqing, do'xtirjon, manzilga eltamiz shu zamon. Bo'riga chiqdi-yu voyjonim bobo, bitta so'z tilidan tushmadi aslo. Limpopo, limpopo, limpopo. Barakalla, boringizga shukur. Qarang qanaqa chiroyli ijro etasiz, a? Zo'r o'qiysiz. Yoqdimi sizga ertak? Juda ham yoqdi. Oldin ham o'qiganmidingiz? Yoshligimda o'qigandim, esimga tushdi o'sha. Bolaligingiz esingizga tushdi. Bolajonlarga o'qib bersak. Ko'rdingizmi? Mana shu she'rda ham yangi so'zlar bormikan? Tramvay deb tramvayni qayta esladi. Ozroqdan keyin nimani esladi? Kim aytadi? Gipopotam. Turli xil kasalliklarning nomini aytdi. Ichki tar, ko'pincha appenditsit va juda ham ko'p kasalliklarning otini aytdi. Yana telegramma haqida ham aytdi. Telegramma ham o'sha paytda ixtiro qilingan yangiliklardan edi. Telegramma nimaligini bilasan? Hozirgi telegramma emas. Telegramma menimcha Gulesal opa siz bilsangiz kerak. Ha, bilamiz. Oldin yozilgan pochtadan olardik borib. Tezkor xat, har bir harfi, har bir so'zi pulli bo'lgan. Jo'ja ertagi. Jo'ja ertagini endi vaqtimiz yetmay qoladimi deb qo'rqyapman. Uyga vazifa bo'la qolsin. Bu Korney Chukovskiyning boya o'qiganimiz Yuvin do'mbog'im, Doktor Aybolit, Jo'ja va boshqa asarlarini o'qish uyga vazifa. Sizga Mamasoli Jumaboyevning Bolalar adabiyoti kitobini PDF variantini berganman. Ana o'shaning ichida adashmasam oxirgi 290-nechinchi betlarda Korney Chukovskiy va Samuel Marshakning ertaklari asarlari berilgan. Asosan unda tarjima nasriy tarjima ekan. Aslida Chukovskiy she'riy ertak qilib yozgan. Hozir Gulesal opa o'qish jarayonida ayrim so'zlarni talaffuz qilishga qiynaldingiz, lekin buni asli ruschasini o'qiydigan bo'lsangiz, tilingiz ravon shirillab ketadi, chunki mana shunaqa ohangdor, quvnoq ritmga ega bo'lgan, bolajonlarning e'tiborini ham tortadigan, ularni bittada yodlab oladigan, juda ham quyma satrlar bilan yozilgan Chukovskiyning asarlari. Chukovskiy o'z davrining eng zo'r tarjimonlaridan bo'lgan. Uning tarjimalari, asarlari bizgacha anchagina asarlarni bizga yetib kelishiga o'z hissasini qo'shgan. Rus, hozir ingliz Mark Twaindan, Genridan tarjimalari bor. Samuel Marshak Korney Chukovskiyning do'sti, zamondoshi. 1887-yilda faqat Voronejda tug'ilgan. Korney Chukovskiyning haqiqiy ismi
Chukovskiy emasda Chukachov bo'lganda, lekin u kambag'allarning boya aytib o'tdik, judayam qashshoqligidan qiynalgan, xalq ichida obro' e'tibor berib, ularni haqoratlab, kamsitishlar bo'lgan. O'sha uchun u Londondan qaytgandan keyin o'ziga Chukovskiy degan taxallus oladida, butun umr o'sha Chukovskiy taxallusi bilan yashaydi, ijod etadi va hozirga qadar Rossiyada ham, butun dunyoda ham Chukovskiyning asarlari eng ko'p sotiladigan, eng ko'p sevib o'qiladigan asarlar qatorida turadi. Uning do'sti Samuel Marshak Chukovskiydan farqli o'laroq zodagon, boyroq oilada tug'ilgan. U Chukovskiy maktabni ham o'qimay o'zi ustida ishlab mustaqil ta'lim olgan bo'lsa, Marshak esa judayam qobiliyatli va o'sha qobiliyatlilar o'qiydigan gimnaziyalarda o'qib ta'lim olgan. Marshak ham bolalar adibi. Uning ham bir-biridan qiziqarli judayam ko'p asarlari bor. 1897-yilda o'sha gimnaziyani o'qib, o'zini zamonasining yetuk insonlari bilan tanishadi, ulardan ilm o'rganadi va Samuel Marshak ham 1906-yildan boshlab judayam ko'p felyetonlar, ya'ni maqolalar, she'rlar, tarjimalar qila boshlaydi. Marshak ham Kiplingni Maugli asari esingizda bo'lsa kerak, o'qiganmisiz? Yo'q, ana nimasini ko'rganmiz Mauglini. Kinosini, multfilmini ko'rgansiz. Kinosi, Mana shu multfilm. Maugli asarlarini o'zbek tiliga bizgacha yetib kelgan ko'pgina asarlarni yetib kelishi Marshak va Karney Chukovskiyning xizmati katta, chunki bizda o'z-o'zidan tarjima bo'lmagan, ingliz tilidan tarjima qilinmagan albatta. Bizda o'sha avval Samuel Marshak va Chukovskiy tomonidan rus tiliga, rus tilidan so'ng o'zbek tiliga tarjima qilingan. Xullas, bizda tarjimadan tarjima endi tasavvur qilavering qanaqa asarlar bo'lib qoladi. Har bir Shuncha asarni o'zgarib ketgan ertaklarni ko'p ana shu tarjima o'sha ertaklar. o'zi nima deyiladi? Eng go'zal asar o'zini tilidagi asar. Eng maza qilib o'qimoqchi bo'lsang, o'sha o'zini tilida o'qi deyishgan. Tarjima qilingandan keyin Quyosh seni tarjima qilib oyga aylantirishdi deganlaridek, tarjima asl asarga o'xshamaydi, baribir birga bir o'xshamaydi. Marshakni 12 oy degan ertak dramasi bor. Bu ertakni siz multfilmlarini ko'rgansiz, to'g'rimi? Esladingizmi? 12 oy. Kim aytadi? Nima haqida ertak? Unda bir qiz bir ayolning ikki qizi bo'ladi, bir o'gay qiz bo'ladi. Shunda ayni qish chillasi Qahratondan olma yegisi keladi. Quduqqa boradi qizcha, quduqqa tushib ketadi. Tushib ketgandan keyin u yerga tushib qoladi va o'sha yerda 12 ta oqsoqolni ko'radi. Singlimni olma yegisi keldi deydi. Bu vaqtda olma pishmaydi-ku deydi. Xullas, yanvar o'rnini, o'sha Qahraton qish o'rnini kuzga bo'shatib beradi va qizchaga olma berishadi. U olmani olib keladi. Mana shu tarz, menimcha. Ertakning tarbiyaviy ahamiyati nima edi? Kim aytadi? Tarbiyaviy ahamiyati nimaga e'tibor berilgan? Muomala madaniyatiga e'tibor berilgan. Keyin o'sha qizchani nima deydi, kamsitilishi yoki bo'lmasa o'gay onasi tomonidan, o'gay singlisi tomonidan kamsitilganda u qizcha o'zini tutib, nima deydi, qanaqadir hech qachon yomon gapirmasdan, yaxshi gapirib, hamma ishlarni qilib, mehnatkashligi birinchi o'rinda. Yaxshi. Va shu bilan birgalikda fasllar almashinuvini, 12 ta oyni biz mana shu bolajonlarga o'rgatishda shu ertakdan foydalansak bo'ladi. Fasllar almashinuvi hech qaysi oy bir o'rnini boshqa oyga bo'shatib bera olmaydi yoki aprel yanvardan oldin kela olmaydi, to'g'rimi? Yoki fevraldan oldin kela olmaydi. Barcha faslning o'z tarovati borligini, barcha oylar ketma-ketlikda bejizga
qo'yilmaganligini, mana shu bolajonlar bilan birgalikda drama ko'rinishida sahnalashtirib ijro ettirish mumkin. Oylarni, fasllar ketma-ketligini, har bir faslni o'ziga xosligini aytganda, mana shu asardan ertakdan foydalanishingiz yanada qiziqarli va jonli chiqishiga yordam beradi. Samuel Marshakning Jek qurgan uy, Bolalar qafasda, Ahmoq sichqoncha kabi bir-biridan mashhur asarlari bor. Ahmoq sichqoncha asarini vujudga kelishida bir voqea ro'y bergan. Marshakning to'ng'ich o'g'li og'ir betob bo'lib qoladi va uni zudlik bilan operatsiya qilish kerak to'g'ri keladi va u juda katta mablag' talab etadi. U Marshak nima qilishni bilmaydi va bir kundayoq mana shu bolalar adabiyotiga xos Ahmoq sichqoncha ertagini yozib, bir kundayoq juda katta mablag'ga ega bo'ladi. Qarang, bizda bu darajada rivojlanmaganu, lekin Yevropada, Rossiyada agar siz asar yozsangiz, sizga juda ham katta mablag' berilgan. Mana shu mablag' orqasidan u farzandini tuzatadi, davolatadi, oyoqqa turib ketadi va keyinchalik bolalar ijodkoriga aylanib, Ahmoq sichqoncha ertagining davomini ham yaratishga harakat qiladi, lekin baribir ham birinchisidek go'zal bo'lib chiqmaydi. Keling, mana shu ertakni judayam menga yoqadi bu ertak. Mana shu ertakni birgalikda badiiy ijro etsak, o'qisak. Kim o'qiydi? Qolgan talabalarimiz ham bizni eshityaptimi? Men o'qidim. O'qing, faqat chiroyli qilib, xo'p, obrazlarga kirishib. Ko'rinyaptimi? Shay ko'rinyapti. Tunda sichqon inidan alla aytar, jon qo'zim, jim yot bolam kuyuk non, basham beray yulduzim. Javob berar sichqoncha, ovozing ip ingichka, chiyillamay sen menga, topib ber bir enaga. Ona sichqon tez borib, der o'rdakka yolvorib, o'rdak xola uyga yur, bolamni tebratib tur. Alla aytib der o'rdak, g'ag'a tinch yot go'dak, yomg'ir tinsa bog'chadan, topib beray loyxo'rak. Ha, Ammo obrazga sal ahmoq kirishing. sichqoncha Hayvonlarni ovozini chiroyli qilib chiqarishga harakat qiling. Ammo hozir ahmoq sichqoncha uyqusirab zang'ircha aytar, yoqmadi sozing, baqiroqdir ovozing. ovozing. Ona sichqon tez borib, der baqaga yolvorib, baqa xola uyga yur, bolamni tebratib tur. Uni allalar baqa, yig'lama qo'y vaq-vaqa, tong otguncha tinchib yo'q, chivin beray mukofot. Ammo ahmoq sichqoncha uyqusirab zing'ircha. Sal kattaroq bo'lsin domla. Aytar, yoqmadi sozing, qurqur ekan ovozing. Ona sichqon tez borib, otga deydi yolvorib. Amma uyga yur, bolamni tebratib tur. Kishnab alla aytar ot, hi, jonim tinch yot. Yon boshlagin, bo'lgin jim, senga beray to'rvoyim. Ammo ahmoq sichqoncha uyqusirab zing'ircha der menga yoqmas sozing, chang'iykan ovozing. Ona sichqon tez borib, der cho'chqaga yolvorib, cho'chqa xola uyga yur, bolamni tebratib tur. U bo'g'ilib xirillab, shunday deb alla qildi. Jonginam qilma g'avg'o, juft savzi senga sovg'a. Ona sichqon tez borar, oq tovuqqa yolvorar. Tovuq xola uyga yur, bolamni tebratib tur. Tovuq allalar quvnoq, do'ndiqcham qo'rqma qaq-qaq. Qanotim ostiga kir, u yer issiq, tinch axir. Ona sichqon tez borib, der baliqqa yolvorib, cho'rtdan xola bizga yur, bolamni tebratib tur. Baliq ochib og'zini, darrov olar uni, biroq eshitilmas so'z, chunki chiqmas hech ovoz. Shunda ahmoq sichqoncha uyqusab zing'ircha aytar, yoqmadi so'zing, chiqmas ekan ovozing. Ona sichqon tez borib, der mushukka yolvorib, mushuk xola uyga yur, bolamni tebratib tur. Mushuk
kelib bir palla xirillab aytar alla. Miyov, miyov, yulduzim, karavotga yot qo'zim. Shunda ahmoq sichqoncha, uyqusirab zing'ircha, deydi yoqimli so'zing, buncha shirin ovozing. Ona sichqon kelib tez, karavotda o'sha kez, topolmay o'z bolasin, axtarar ko'z qorasin. Ana, ertakdek kim tushuntirib beradi? Yoqdimi? Ertak Ha, judayam chiroyli. Juda Bunda go'zal. sichqonchani qaysarligi tufayli menimcha mushukka yem bo'ldi. Ana, mushukka yem bo'ldimikan? Yana kim qanday fikrda? bu yerda ona mehri juda ham kuchli tasvirlanganda, sichqoncha ona mehrini qadriga yetmasdan, o'sha o'z onasini ovozini, nima Yoqtirmasdan desani ovozing, manga boshqa alla aytib beradigan odam topib ber, odam manga boshqa alla aytib bersin degan ma'noda onasini anaqa qilib tashlaydi-da, jerkib tashlaydi. Ona bechora bu yerda, bilasizmi, bu ertakda ona ijobiy qahramonda. Mehrga to'la, mehr muhabbatga to'la, ham nima deydi, hokisor. Mana shunday. Agar hokisor bo'lmaganda edi, u o'sha har bitta hayvonni oldiga borib, ularga yalinib, mani bolamni tebratib turinglar, mani bolamga alla aytib beringlar demagan bo'lardi-da. Yalinib chiqdi, hattoki mushukka ham Yalinib yalindi. chiqdi hammaga. Bolasi uchun hamma narsaga tayyor onasi. Bu yerda keyin eng salbiy qahramon bu yerda o'sha qaysar sichqonchani o'zi, ahmoq sichqonchani o'zi. Ana. Meni ham fikrim shu. Ana, go'zal asar. O'qilishi ham Judayam. go'zal. Bolajonlar Qayta bilan o'qiganman. bolajonlar bilan o'qib, birgalikda ular bilan badiiy ijro qilib, sahnalashtirib yoki biror rasmlar orqalimi, barmoqlar orqalimi yoki ko'rgazmalar, qo'g'irchoqlar orqalimi ijro etasizlar degan umiddaman. Yod olsa ham bo'ladi, juda ham oson, yodlanishi ham juda chiroyli asar. Va tentak ovchi haqida ertagi ham bor. Bir qush to'rga ilindi. Jajji mushtayin. Ovchi unga ta'kidlar, o'liming tayin. Bechora qush yalinar. Shafqat qil axir, tanam patdan iborat. Go'shtim yo'q, taqir. Qo'yib yubor sen uchun soz bo'lar faqat. Evaziga aytaman 3 ta maslahat. Ovchi hayron boqadi. Qo'ysangchi hayhot, tavba, bizga dars bersang sen mitti nahot. Ovchi shu payt eng totli o'ylariga bordi, oq yo'l tilab qushchani qo'yib yubordi. Eshitganmisiz shunaqa rivoyat? Men endi eshitdim. Kim eshitgan? Qushchani onasini aytganini qilmay, tuzoqqa tushib qolgan qushcha onasi bergan tarbiya bilan judayam topqirlik, tadbirkorlik bilan ovchini qo'lidan qutulib qoladi va ovchiga taklif qiladi. Kel, men senga 3 ta nasihat qilay va sen meni qutqar, qo'yib yubor. Xo'p, nima nasihat qilasan desa, 3 ta maslahat beradi. Keling, mana shu uyga achinma deydimi? mana shu uyga vazifa bo'lsin. Keyingi darsda kimdir aytadi, qani qolgan talabalarimiz ham izlanib ko'rishsin. 3 ta nima maslahat berar ekan? Qo'ychi, sandan endi dars oladigan bo'lib qoldimmi, dedi-da ovchi qushchani qo'yib yubordi. Va Lekin qushcha to'g'ri nasihat beradi domla. Marshak ham bir necha asarlarni tarjima qilgan. O'ylaymanki, siz 12 oy Ahmoq sichqonchani o'qidik, yanada bolajonlar bilan birgalikda sahna asari qilib, tayyorlab, go'zal qilib ijro etasiz degan umiddaman. Samuel Marshak, Korney Chukovskiyning asarlarini o'qish uyga vazifa. Doktor Aybalit, ya'ni doktor Voyjonim bilan Yuvindim bog'im ertaklarini o'qish majburiy. 12 oy ertagini ham o'qishingiz yoki mutolaada bor, tinglashingiz mumkin. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Sizga manzur keldi degan umiddaman. Yana
rus adiblari haqida ko'proq, chuqurroq ma'lumotga ega bo'lib, keyingi darsda ustoz, man bunaqa ma'lumot topib keldim, man mana bu she'rni topib keldim degan e, yangiliklar bilan sizni kutib qolaman. O'ylaymanki, keyingi darsda biz adashmasam Italiya bolalar adabiyotiga sayru sayohat qilamiz. Bu haqda ham ma'lumotlarga ega bo'lib kelasiz degan fikrlar bilan sizlar bilan keyingi darsgacha xayrlashaman. Xayr. Rahmat domla. Sog' bo'ling. Xayr, rahmat domla.